Assalomu alaykum. Hammanglar sog' salomatmisizlar? Xonadonlar tinchmi? Har biringlardan minnatdorman albatta. Yaxshi tilaklaringiz o'zingizga ham hamroh bo'lsin. Faqat yaxshiliklarni tilab qolaman hammanglarga. Hozir shunaqa ochirim qilmoqchiman. Ya'ni siz shu kunlarda nimani xohlayapsiz? 3 ta variant qilamiz. Kelinglar, 3 ta variantdan xohlaganinglarni tanlaysizlar. Siz shu kunlarda nimalarni xohlayapsiz? Qani ketdik. Birinchi variant. Ovozim past eshitilyaptimi, balandmi? Yozinglar. Ikkinchi variant. Uchinchi variant. O'sha xohlayotgan narsangizni tanlashga qiynalyapsizmi? Tanlashingiz kerakmi? Qilishingiz kerakmi, yo'qmi deb ham tashlab olamiz. Qani ketdik. Tanlab bo'lgan bo'lsanglar, birinchi variantdan boshlaymiz. Siz shu kunlarda nimani xohlayapsiz? Ya'ni nima qilmoqchi bo'lyapsiz birinchi variantdan? Shu kartani sal yashiraman. Siz shu kunlarda nima deydi? Sevilishni xohlayapsiz. Kim tomonidan bo'lishini bilmadim-u, lekin xohishingiz shunaqa. Nima deydi? Mehr xohlayapsiz deb aytaylik. Mehr xohlayapsiz. Ya'ni sizga shu kunlarda mehr yetishmayapti ozgina. Mehr, e'tibor xohlayapsiz. O'sha kun keladi sizga albatta. O'sha xohish istagingizga yetishasiz. Ya'ni sizga shunaqa kunlar kelyapti. Kutilmaganda sizga baraka kirib kelyapti. Qanaqadir xursandchilik kunlar yoki qanaqadir bir yaxshi narsani taklif qilishadimi, yaxshi taklif eshitasizmi yoki maqtov eshitasizmi? Shu kunlarda sizga shu narsa kirib kelyapti. Ya'ni siz xohlagan narsa kirib kelyapti. Nimani tanlashingiz kerak? Qani sizga kirib kelgan narsada nimani tanlashingiz kerak? Mana qarang, sizga o'sha siz xohlagan narsa kirib kelyapti. Bu siz hayotingizga qanaqadir yangilanish, hayotingizda yangi kunlar boshlanishi, ko'ryapsizmi? Bulutlardan keyingi sizni hayotingizga yangi kunlar kirib kelishi, kurtaklar ochishi, ko'karishlar bu sizni hayotingiz o'zgarishi. Ya'ni siz xohlagan sevgi kirib keladi hayotingizga. Siz xohlagan biror xohlayotgan narsangiz bo'lsa kirib kelishi bor. Bu albatta kirib keladi. Juda chiroyli karta tushdi. Siz tanlashda qiynalmaysiz. Siz kontrol yaxshi ko'radigan insonsiz. Adolatni yaxshi ko'radigan insonsiz. Ya'ni bu narsani adolatli hal qilasiz. Chunki siz o'zingiz kuchli shaxssiz. Ya'ni tanlovni o'zingiz biladigan shaxssiz. Birinchi variantni tanlaganlar. Siz xohlagan narsa albatta kirib kelyapti. Juda chiroyli kartalar tushdi. Birinchi variant o'zimga ham yoqdi. Ikkinchi variant. Ikkinchi variantda ham chiroyli karta tushdi. Faqat hozirgi holatingiz, qarang, ikkinchi variant tanlaganlar. Hozirgi holatingiz o'tmishga ko'p qarayapsiz. Sizni o'tmish qiynayapti. Ya'ni o'tmishga qaramang, sizga o'sha o'zingiz xohlagan hayot kirib kelyapti. Ko'ryapsizlarmi? Quyoshli kunlar kirib kelyapti. Ishda ham, munosabatda ham, hayotingizda yaxshi kunlar kirib kelyapti. Faqat o'tmishni unuting, o'tmishga qaramang. O'tmishni unutsangiz, sizga shunaqa kunlar kirib kelyapti. Ikkinchi variant. Nima qilishingiz kerak? Qani? Siz buning uchun o'tmishdagi mas'uliyatingiz bor sizda, qo'rquvingiz bor. O'sha o'tmishdagi mas'uliyatingizni sal tashlang. Mas'uliyatingiz juda og'ir. Mas'uliyatingiz og'irligidan sizda ruhiy charchoq bor, charchagansiz. O'zingizga nisbatan ichingizda qo'rquvlaringiz, shubhalaringiz bor. Kurashdan charchagansiz. Ikkinchi variant tanlaganlar. Yo'q, siz o'tmishga qaramang deyman. Shunda sizga yaxshi kunlar kirib kelyapti. Mana, ko'ryapsizlarmi? O'tmishni unuting. Mas'uliyatni bo'yningizdan tashlang, ozgina tashlang, o'zingizni seving, o'zingizni qadrlang deyman. Ikkinchi variant tanlaganlar. Sizda hammasi zo'r bo'ladi keyin. Omad tilayman ikkinchi variantdagilarga ham, uchinchi variantdagilar. Qani, uchinchi variantdagilarda hozir ozgina to'xtash bo'lib turibdi. Hayotingizda ozgina to'xtash bo'lib turibdi. Hammada bo'ladi bu narsa. Ozgina shubhalaringiz bor, qo'rquvlaringiz borligi. Lekin qo'rqmang, shubhalaringiz bekorligi. Bu karta shuni bildiradi. Shubhalanasiz, lekin shubhalaringiz bekorligi sizda hozir shunchaki shunaqa ozgina muddat to'xtash bo'lib turganligi.
Bu o'tib ketadi albatta. Bu ozgincha muddat xolos. Qani davomini ko'raylik. Aytdim-ku, ozgina muddat xolos. Siz juda uchinchi variant tanlaganlar yolg'izlikdan kuch oladigan insonlar bu kartani tanlaganlar. Yolg'iz qolib ko'p o'ylaysizlar. Ya'ni dono insonlar desam bo'ladi bu variant tanlaganlar. O'ylagan qaroringlar har doim yaxshi tarafga, ya'ni o'ylab qaror qiladigan shaxssizlar. Sizda harakat boshlanadi. Ya'ni hayotingizda yurish boshlanadi, o'zgarish boshlanadi. Hayotingiz yaxshi tarafga o'zgaradi. Ya'ni ritsar bu shunaqa kartaki, hayotingiz yaxshilanib boradi. Ozgina to'xtash bo'lib turibdi hozirgi holatingiz, lekin hammasi yaxshi bo'ladi. Qaror o'zingiz qabul qilasiz. Bu kunlar o'tib ketadi, hammasi yaxshi. Omad tilayman. Birinchi variantga ham, ikkinchi variantga ham, uchinchi variant tanlaganlarga ham omad tilayman. Yaxshi kunlar kirib kelsin albatta hayotingizga.